Onaxonimiz 65 yoshdalar. Kecha bo'ladi endoskopik umurtqa kanalidagi stenoz bartaraf etilgan. Mana bu operatsiyadan keyingi chokli. Bularda 3 o'rinda jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ko'pchilik qo'rqadi operatsiyadan qanaqa bo'ladi deb. Agar avvalgi an'anaviy usulda, ochiq usulda operatsiya qilinadigan bo'lsa, 8-10 sm kenglikda teri kesilib, mushak suyidan ajratilib, mushak suyi qalinlashgan qismi olinib, o'rniga metall implantlar qo'yilgan. Hozirda bu narsa uchun hojat yo'q. Asosiy mana ikkita bitta yon tomondan torayib qolgan teshik kengaytirib qo'yilgan. Bo'ldi, masala shu bilan hal bo'lgan. Onaxon, qanday ahvollaringiz? Yaxshi zo'rman. Yaxshimi? Og'riqlaringiz ketdimi? Yaxshiman. Shuncha doktorlarga bor, foyda bilmovdim men, Xudoga shukr. Soat kechqurun 2da o'sha reanimatsiyada 2da yaxshi bo'luvdim men. Obedga kirgan bo'lsam